Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bizning yana 150 kvadratli kotelimiz tayyor bo'ldi. Umumiy kotel barlari bilan mana bu ventilyator. Buni datchik boshqaradi. Bunaqaga chiqqanda, gradusga chiqqanda, 70 ga chiqqanda o'chirib yoqadi. Mana bu ko'mirxonasi. Kolosniklar ham suvdan qilingan. Bu yer ochistка xonasi. Bu yerdan tozalashadi. Bu yerdan ham ochistка beram. Kimga shunaqa umumiy kotel kerak bo'lsa,